Agar kinoteatr zalida tomoshabinlar sizga qarab o'tirsa va ekranda sizning xiralashgan yuzingiz ko'rsatilsa, siz katta xavf ostidasiz. Bu 254 obyekt bo'lib, o'rta darajadagi zararlanishga ega. Qoidalarga amal qiling, shunda omon qolishingiz mumkin. Birinchi qoida: faqat oldi qatorga o'tiring, ekranga qarang. Boshqa tomoshabinlardan g'alati tovushlar eshitilsa ham nigohingizni uzmang. Ikkinchi qoida: ba'zan proyektor o'chib qoladi. Xotirjam bo'ling va patologdan tentakli osilib turganini ko'rsangiz, o'rningizdan turmang. Uchinchi qoida: seans 20 daqiqadan 8 soatgacha davom etishi mumkin. Chiroq yoqilganida zalni tark etishingiz mumkin bo'ladi. Yugurmang va boshqa tomoshabinlar yoki kinoteatr xodimlariga qaramang. To'rtinchi qoida: vestibyul bo'ylab eskalator tomonga yuring. Xodimlar sizni boshqa kinozallarga taklif qilishsa ham hech qachon boshqa kinozallarga kirmang. U yerda anomaliylar hatto tajribali xodimlarning ham tasavvurini larzaga soladi. Beshinchi qoida: eskalatorda harakat yo'nalishiga orqangiz bilan turing. Shovqin eshitsangiz yoki tebranish sezsangiz ham orqangizga qaramang. 87% hollarda siz oddiy kinoteatr vestibyuliga yetib kelasiz. Boshqalarida esa